Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, demak, bugun 11-sinf darsligida inson ekologiyasi, biosfera darajasining xususiyatlari, biosfera haqidagi ta'limot mavzulari bilan gaplashamiz. Hop, antropoekologiya. Bu inson ekologiyasi hisoblanadi. Antropoekologiya inson bilan tashqi muhit o'rtasidagi munosabatlarni o'rganuvchi inson ekologiyasi hisoblanadi. 1920-yilda paydo bo'lgan. Insonning oddiy biologik turdan bir necha xil farqlari bor. Birinchisi ongli ta'sir qiladi. Ikkinchisi kuchli energiya manbalaridan foydalana oladi. Bu kuchli energiya manbalariga misol qilib yadro, termo yadro reaksiyalarini olishimiz mumkin. Bundan tashqari sun'iy muhit yarata oladi. Ya'ni muhitni o'zgartirishda ijodiy faoliyat yurita oladi. Boshqa hech qaysi tirik organizm odamga o'xshab ijodiy faoliyat yurita olmaydi. Demak, insonning biologik tur sifatida o'ziga xosligi shu uchala xususiyat bo'lyapti. Hop, inson salomatligiga ta'sir etuvchi omillar 4 xil bo'lishi mumkin. Fizik omillar, kimyoviy omillar, biologik omillar va ijtimoiy omillar. Fizik omillarga harorat, namlik, bosim, quyosh radiatsiyasi, shovqin, elektromagnit maydonlarida olamiz. Kimyoviy omillarga tuproq, suvdagi zaharli moddalar, ya'ni toksinlar, havodagi zaharli gazlar, dori-darmonlar, neft mahsulotlari shularni olamiz. Qarang, e'tibor bering, hammasi modda. Kimyoviy omillar, demak, modda ta'sirida inson salomatligiga zarar keltiradigan, salbiy ta'sir qiladigan moddalar hisoblanar ekan. Biologik omillar kasallik qo'zg'atuvchilar, parazitlar, zaharli o'simliklar va ularning keyin zaharli hasharotlar. Shular tirik odamga kasallik qo'zg'atishi mumkin ekan. Ular o'zi tirik organizm, shuning uchun biologik omil sifatida e'tirof etilyapti. Ijtimoiy omillar. Ijtimoiy omillarga uy-joy sharoiti, ya'ni oiladagi muhit, oziq-ovqat ta'minoti, mehnat va dam olish tartibi hisoblanadi. Endi bu yerda hammasi e'tibor beradigan bo'lsak, salomatlikka ta'sir etadigan omillar bo'lyapti va bu oxiridagi mehnat va dam olish tartibi, oziq-ovqat ta'minoti ham agar sust bo'ladigan bo'lsa, yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, inson salomatligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin shu narsalar. Shular ijtimoiy omilga kirib ketar ekan. Demak, inson salomatligiga ta'sir etadigan omil turlari shulardan iborat. Xo'p, inson va muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sir yo'nalishlari. Birinchi, oziq-ovqatga to'xtalaylik. Energiya manbai. Bir kecha kunduzda odam kamida 2500 kilokaloriya energiya qabul qilishi kerak. Buni albatta ovqatdan oladi. Ovqat tarkibidagi uglevod, yog', oqsildan oladi. Muvozanatli ovqatlanishda vitaminlar ham bo'lishi kerak, minerallar ham bo'lishi kerak. Vitaminlar orasida ayniqsa odam organizmida o'zida sintezlanadigan vitaminlar juda katta ahamiyatga ega. Odam organizmida sintezlanadigan vitaminlarga terida sintezlanadigan D vitamini, ichakda sintezlanadigan K va B12 vitaminlarini olishimiz mumkin. Xo'p, ogohlantirish sifatida berib o'tish etilyapti. E'tibor bering. To'yib ovqat yemaslik, kerakli moddalarning yetishmasligi organizmni turli salbiy kasalliklarga sababchi bo'lishi mumkin. Misol uchun, yod yetishmasligi natijasida ovqat tarkibida qo'q kasalligi kelib chiqar edi. Davom etamiz. Endi insonning adaptiv tiplariga to'xtalaylik. Insonning adaptiv tiplari. Adaptatsiya degani bu moslashish degani edi. Ya'ni insonning moslashish usullari demoqchi hozir. Gapni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, shunaqa bo'ladi. Insonning moslashish usullari, ya'ni adaptiv tiplar ta'rifiga e'tibor bering. Bu muayyan muhit sharoitiga moslanishni ta'minlovchi va irqqa bog'liq bo'lmagan biologik belgilar majmuasidir deyiladi. Demak, adaptiv tip irqqa bog'liq bo'lmas ekan va muhit sharoitiga moslashishni ta'minlab berar ekan. Adaptiv tipni 4 xil turi mavjud. Arktik adaptiv tip, tropik adaptiv tip, tog' adaptiv tipi va cho'l sahro adaptiv tipi. Arktik adaptiv tip sovuq iqlim ta'sirida shakllanadi. Asosan go'shtli ovqat iste'mol qiladi bu xalqlar. Arktik adaptiv tipdagilar. O'zi Arktika, Antarktida deyilganda sovuq mintaqalar nazarda tutiladi. Arktik degan so'zni o'sha sovuq iqlim mintaqasiga bog'lab olaylik. Shunda esimizdan chiqmaydi. Tropik adaptiv tip. Tropik adaptiv tip issiq va nam sharoitda shakllanadi. O'zi tropik mintaqalarda issiqlik yuqori bo'ladi, namlik ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun u yerda juda ko'p o'rmon, o'simliklar bilan qoplangan bo'ladi. Baland daraxtlar, har xil o'simliklardan iborat bo'ladi tropik mintaqa. Tropik mintaqada o'simlik ko'p bo'lgani uchun ular ko'proq o'simlik iste'mol qilishadi.
Tog' adaptiv tipi. Tog'da mm, havo bosimi past bo'ladi, shuning hisobidan kislorod ham kam bo'ladi. Kislorod kam muhitda shakllangan tip turi bu tog' adaptiv tipi hisoblanadi. Keyingi tipimiz cho'l sahro adaptiv tipi. Cho'l sahro adaptiv tipi jazirama quruq, ya'ni namlikning o'ta kam bo'lgan darajasida kuchli quyosh radiatsiyasi ta'sirida shakllanadigan tip hisoblanadi. E'tibor bering, mana shu to'rala tipni qanaqa omil turlari shakllantirayotganligini yozib o'tib ketdik. Bog'lang bir-biriga, esimizda qolsin shu tushunchalar. Xo'p, adaptiv tipning xususiyatlariga to'xtalib o'tib ketaylik. Arktik adaptiv tipi kuchli suyak muskul tizimiga ega bo'ladi. Ko'krak qafasi keng bo'ladi. Moddalar almashinuvi, energiya almashinuvi yuqori bo'ladi. Qonida gemoglobin miqdori ko'p bo'ladi. Arktik adaptiv tip sovuq joyda yashaydi. E'tibor bersak, shularning hammasi sovuq joyda yashashni osonlashtiradi. Ayniqsa, yuqori energiya almashinuvi. Ko'krak qafasining keng bo'lishi kislorodni ko'proq o'zlashtirishga yordam beradi. Kislorod keyin qondagi ko'pgina gemoglobin hujayralarga ko'proq yetkazib bera oladi va iste'mol qilingan ovqat tezroq parchalanadi. Bu parchalanishlar hisobidan albatta suyak tizimi, muskul tizimi ham kuchliroq bo'lib qoladi. Tropik adaptiv tip. Tropik adaptiv tip uzun oyoq qo'llarga ega. Ko'p ter ajratish xususiyatiga ega bo'ladi. Chunki issiq va nam sharoitda shakllangan tip hisoblanadi. Bu tip ko'krak qafasi tor bo'lyapti. Nimaga? Chunki tropik adaptiv tipi o'rmonzorda shakllangan, o'simlik ko'p joyda shakllangan. O'simlik fotosintez qilganda kislorod ishlab chiqarib, kislorod miqdorini oshiradi. Muhitda agar kislorod miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, unda qon o'zi ko'krak qafasi keng bo'lmasa ham, tor bo'lsa ham kerakli miqdordagi kislorod bilan ta'minlanaveradi. Shuning uchun ham ko'krak qafasi tropik adaptiv tipda tor bo'lyapti va tropik adaptiv tipdagilar bundan oldin aytdik, ko'proq o'simlik iste'mol qiladi. Hayvon mahsulotlarini kam iste'mol qiladi. Shuning uchun qonida xolesterin, yog' steroid turi xolesterin kam bo'ladi. Demak, tropik adaptiv tipdagi odamlarni ateroskleroz kasalligiga uchrash ehtimoli nisbatan kamroq ekan. Tog' adaptiv tipi. Tog' adaptiv tipida kislorod kam, atmosfera bosimi past bo'ladi, shuning uchun kislorod kam bo'ladi tog'da. Kislorod kam bo'lgan muhitda qon ko'proq kislorodga boyishi kerak. Hujayralarga ko'proq kislorod yetkazib berish kerak. Shuning uchun ko'krak qafasi keng bo'ladi. Va shunga qo'shimcha qondagi kislorod tashiydigan eritrosit va shu eritrosit tarkibida bo'ladigan gemoglobin miqdori ham yuqori bo'ladi. Moddalar almashinuvi shuning hisobidan jadal bo'ladi. Cho'l sahro tipi. Issiqlik ajralishi yuqori. Ter bezlari yaxshi rivojlangan, suvni ko'p iste'mol qiladigan adaptiv tip turi hisoblanadi. Cho'l sahro adaptiv tipi. Yodimizda qolsin. Aynan biz Markaziy Osiyo xalqlari cho'l sahro adaptiv tipida turadigan mintaqa hisoblanamiz. Antropogen ekosistemalar va salomatlik. Antropogen ekosistemalarni urbano ekosistema degan turini, shahar, qishloq degan turlari mavjud deb hisoblasak, shahar muhitining xususiyatlariga to'xtalaylik. Havo, suv, oziq-ovqat, sanoat chiqindilari bilan ifloslangan bo'lish ehtimoli juda yuqori bo'ladi shaharda. Shovqin, elektromagnit maydonlar, ortiqcha axborot shahar mintaqasida juda yuqori darajada bo'ladi. Aholi zichligi tufayli yuqumli kasalliklar tez tarqaladi va ultrabinafsha nurlarning yetib kelmasligi natijasida D vitamini yetishmovchiligi kuzatiladi. Ultrabinafsha nurlarning yetib kelmasligining sababi, ko'pchilik o'quvchilardan shuni so'raydigan bo'lsak, shaharda bino ko'p, binolar quyosh nurini to'sib qoladi, shuning uchun ultrabinafsha nuri kam yetib keladi deb javob berishadi. Aslida esa javob sal boshqacharoq bo'ladi. Shaharda transport vositasi ko'p, zavodlar ko'p, shuning uchun tutun ko'p chiqadi. Atmosfera ifloslangan. Ifloslangan atmosferada ultrabinafsha nurlar tutib qolinadi va yer yuziga yetib kelmay qoladi. Odamlar ultrabinafsha nurini shuning uchun shaharda kamroq o'zlashtiradi. Ultrabinafsha nuri kam o'zlashtirilsa, D vitamini yetishmaydi. Demak, shahar mintaqasida D vitamini yetishmasligi kuzatilar ekan. D vitamini yetishmasligi rahit kasalligining kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Rahit kasalligi esa oyoqning qiyshayishiga, qorinning kattalashishiga, suyaklarning mo'rtlashishiga sababchi bo'ladi. Esimizda qolsin. Davom etamiz. Qishloq muhitining xususiyatlariga to'xtalaylik. O'simlik va hayvonlarning xilma-xilligi kuzatiladi. Haqiqatda qishloq muhitida o'simliklar ham ko'p, hayvonlar ham ko'p bo'ladi, xilma-xil bo'ladi. Hayvonlar orqali yuqadigan parazitar kasalliklar qishloq muhitida ko'p uchraydi. E'tibor bering, shaharda yuqumli kasallik ko'p uchrayapti, zichlik tufayli.
Qishloqda esa hayvonlar orqali yuqadigan parazitlar kasalliklar ko'p uchrayapti. Qishloqning yana bir minus tomoni pestitsid va gerbitsid kimyoviy moddalari ta'sirida zaharlanish ko'p uchraydi. Sababi o'simlikka yaqinmiz, hayvonlarga yaqin bo'lamiz agar qishloqda yashaydigan bo'lsak. Demak, antropogen ekosistemidagi shahar va qishloqni solishtirib ko'rdik. Endi o'quvchilar keyingi mavzuyimizga o'tamiz. Hayotning tuzilish darajalarini molekuladan tortib biosferagacha o'rganishimiz kerak edi va nihoyat biosfera darajasiga ham yetib keldik. Biosfera bu yer yuzidagi barcha tirik organizmlar va ularning yashash muhitini birlashtiradigan eng katta tirik tizim hisoblanadi. Biosfera dunyodagi barcha ekosistemalarni birlashtiradigan global ekosistema. Unda to'xtovsiz modda va energiya almashinuvi sodir bo'ladi. Mana shu so'zlarni esdan chiqarmang. Modda va energiya almashinuvi sodir bo'ladi. Hop, slaydimizni rasmiga e'tibor beradigan bo'lsak, gidrosferani qatlamlari, biosferani deylik. Biosferani qatlamlari berilyapti. Biosfera atmosferada, litosferada, gidrosferada joylashishi mumkin. Atmosfera bu havo qobig'i, litosfera bu tuproq, ya'ni qattiq qobiq, gidrosfera esa suv qobig'i hisoblanadi. Davom etamiz. Biosfera ta'rimotining tarixi. Biosfera so'zining o'zi ma'nosi bios hayot, sfera shar, qobiq degan ma'noni bildiradi. Shu hayot qobig'i haqidagi dastlabki fikrni Jean-Baptiste Lamarck birinchi bo'lib kiritgan. Biosfera degan nomni, atamani esa Edward Zuyers 1875-yilda kiritgan. Biosfera haqidagi to'liq ta'limotni asoschisi Vernadsky hisoblanadi. Bu uchala olimni rasmini mana ko'rib turibsiz. Lamarck, Edward Zuyers, Vernadsky olimlar. Yozimizda qolsin yuz ifodalari. Davom etamiz. Vernadsky ta'limotining mohiyatiga to'xtalib o'tishga. Vernadsky biosfera nimalarni o'z ichiga oladi deb aytgan. Barcha tirik organizmlarni o'z ichiga oladi degan, ularning qoldiqlarini o'z ichiga oladi degan, va ularning hayot izlarini o'z ichiga oladi degan. Va bu hayot izlari atmosfera, gidrosfera, litosferada joylashishi mumkin. Vernadskyning fikriga ko'ra, biosfera geologik va biologik rivojlanishning, biogen va abiogen moddalarning o'zaro ta'siri natijasidir. Mana shu ta'rif yodimizda qolsin. Bu Vernadskyning fikri. Testlarda tushib qoladi. Davom etamiz. Biosfera darajasining asosiy xususiyatlari. Eng yuqori daraja hisoblanadi biosfera darajasi. Uning komponenti, ya'ni uni hosil qiladigan birligi vegetsionoz yoki ekosistemalaridir. Undagi asosiy jarayon, bundan oldin ham aytdik, davriy aylanish hisoblanadi. Barqarorligini sababi barcha jarayonlar tartibli ravishda amalga oshadi. Tirik organizmlar o'rtasida murakkab munosabatlarning xilma-xilligi mavjud. Modda va modda aylanishidagi dinamik muvozanat mavjud. Davom etamiz. Biosfera chegaralariga o'tamiz endi. Hayotni ta'minlovchi shart-sharoitlarga tirik organizmlar hayot faoliyati uchun qulay harorat, yorug'lik, yetarli miqdorda suv, kislorod, karbonat angidrid gazi va boshqa mineral moddalarning mavjudligi kabilar kiradi. Mana shu omillar qayerlarda bor bo'lsa, shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, yer sharida o'zi 3 ta qobiq bor: atmosfera, litosfera va gidrosfera. Biosfera shu qobiqlarning qaysidir qismlarini o'z ichiga oladi. Esimizda qolsin. Biosfera litosferaning, ya'ni tuproq qobig'ini, yuqori qatlamini o'z ichiga oladi. To'g'riroq aytadigan bo'lsak, yerning qattiq qobig'i hisoblangan litosferani faqat yuqori qismida biosfera mavjud, ya'ni tirik organizm yashay oladi. Gidrosferani esa barcha qatlamlarida tirik organizmlar uchrashi mumkin. Atmosferaning, ya'ni havo qobig'ining esa faqat quyi qatlamlarida tirik organizmlar yashay oladi. Atmosfera, ya'ni gazsimon havo qobig'ini yuqori qatlamlarida tirik organizmlar yashay olmaydi. Nima uchunligini hozir o'rganamiz. Mana e'tibor beraylik. Biosferani yashil rang bilan beryapti va e'tibor bering, mana suv havzasini hamma qismi biosfera yashilning ichida turibdi. Hattoki suv havzasini tubi mana jigarrang qism ham biosferaga kirib ketyapti. Va litosferani mana bu jigarrangning ostidagi sariq 3 ta qavatni e'tiborga oladigan bo'lsak, faqat yuqori qatlamigina biosferaga kirib ketyapti. Va atmosfera havo qobig'ining esa faqat quyi qatlami yashil biosferaga kiryapti. Yuqori qatlamlari esa kirmayapti. Shu narsa yodimizda qolsin, mana shu rasm tasavvurimizda tursin doim. Davom etamiz.
Atmosferaning umumiy xususiyatlariga o'tdik. Atmosfera bu Yer sayyorasining gazsimon qobig'i hisoblanadi. Uning hamma qismida ham hayot mavjud emas. Sababi Quyoshning ultrabinafsha nurlari hisoblanadi. Ultrabinafsha nurlari juda qisqa to'lqin uzunligiga ega. Ular har qanday molekulalar oralig'ini teshib o'ta oladi va molekulalar o'rtasidagi kimyoviy bog'larni uza oladi va hujayralarning ichidagi irsiy axborotni o'zida saqlaydigan DNKni, vodorod bog'larini, fosfodiefer bog'larini uzib yuborib, DNKni mutatsiyaga uchratib qo'yish ehtimoli juda yuqori. Shuning uchun ultrabinafsha nurlari ta'siriga tushgan organizm tezda nobud bo'ladi. Lekin ultrabinafsha nurlarning hammasi ham halokatli, ya'ni o'ldiruvchi ta'sirga ega emas. Ultrabinafsha nurlarni 280 nanometrdan qisqa bo'lganlari xuddi shunaqa organizmlarni nobud qilish xususiyatiga ega. 290-380 nanometr oralig'idagi ultrabinafsha nurlari esa organizm uchun foydali. Terida melanin sintezlaydi, terida D vitamini sintezlaydi. Davom etamiz. Biosferaning yuqori chegarasi atmosferaning ozon qatlamida joylashgan. Ya'ni ozon qatlamining pastki qismida biosfera joylashadi. Ozon qatlamining tepasida biosfera joylashmaydi. Buni sababi aynan shu ozon qatlami Quyoshning zararli ultrabinafsha nurlarini tutib qoladi. Hammasini ham tutib qolmaydi. 99% tutib qoladi. Qanaqasini tutib qoladi? Zararlisini tutib qoladi. 290 nanometrdan qisqarog'ini tutib qoladi. 290 va 380 nanometr oralig'idagisini esa o'tkazib yuboradi. Ultrabinafsha nurlarning 99% shu 290 nanometrdan qisqasi hisoblanadi. 1% shu ozon ekranidan o'tadigani esa 290-380 nanometr oralig'idagi uzun ultrabinafsha nurlar hisoblanadi. Ozon ekrani yer yuzidan 220-25 kilometr balandlikda joylashishi mumkin. Demak, ozon ekrani Yerning qalqoni ekan. Sizni saqlab qolaylik. Atmosferani gaz tarkibiga ham to'xtalib o'tishaylik. Atmosferada azot 78%, kislorod 21%, argon 1%, karbonat angidrid esa 0,4%, ya'ni 0,04% uchrashi mumkin. Xo'p, endi parnik effekti degan tushunchaga to'xtalaylik. Parnik bu issiqxona, teplitsa, hammamizga ma'lum. Yer sayyorasida havo qobig'i hisoblangan shu atmosferani havosini ham o'zini massasi bor va har qanday massa, ya'ni og'irlikka ega bo'lgan modda, molekula, jism Yerni tortishish kuchi ta'sirida bo'ladi. Yer uni o'ziga tortadi. Yer uni o'ziga tortganligi hisobidan, ya'ni havoni ham yer o'ziga tortib, Yerga yaqin qismda havo ko'p bo'ladi. Yerdan uzoqlashgani sari havoni miqdori kamayib boradi. Va Yerga yaqin qismda suv bug'lari, karbonat angidrid, metan, azot oksidi kabi gazsimon moddalar quyosh nurini o'zida tutib qolib qiziydi va Yerning shu yer yuziga yaqin qismi, ya'ni atmosferaning yer yuziga yaqin qismi qiziydi. Va misoli siz tasavvur qiling, siz atrofingizni suv o'rab turgan bo'lsa, suv issiq bo'lsa, siz suvni sezasiz. Xuddi shunga o'xshab atmosferaning quyi qismida gaz o'ta zich bo'ladi. Yerni shu gaz massalarini og'irligini yer o'ziga tortganligi hisobidan issiq bo'ladi va siz o'sha issiqni sezasiz. Va yerning yerdan uzoqlashganimiz sari, yer yuzidan uzoqlashganimiz sari atmosferaning yuqori qatlamlarida gaz zichligi past bo'ladi. Ya'ni havo bosimi past bo'ladi. Shuning hisobidan u yer uncha qizimaydi. Atrofingizda sizni qizitib turadigan narsa, demak, hozir mana yozda issiqda o'tiribmiz. Shu issiq aslida bizni isitayotgan narsa shu gazlar ekan. Ya'ni biz issiqxona effekti ta'sirida turibmiz ekan hozir. Misol uchun hozir mana shu yer yuzidan quyoshga qarab yaqinlashib harakat qiladigan bo'lsak, kosmosga chiqadigan bo'lsak, kosmos o'tida turibdi, ya'ni koinot o'tida turibdi. Yer, bir tomonda yer, bir tomonda quyosh deydigan bo'lsak, biz yer sayyorasidan chiqib, quyosh bilan shu yerni o'rtasiga tushadigan bo'lsak, turadigan bo'lsak, baribir u yer juda sovuq bo'ladi. Nima uchun? Chunki u yerda gaz yo'q deyarli. Bo'shliqdan iborat koinot. Xuddi mana shuning uchun ham u yer juda ham sovuq hisoblanadi. Esimizda qolsin, demak, parnik effekti shunday narsa. Parnik effekti bir tomondan yaxshi, bir tomondan yomon. Ayni damda odam hozirgi kunda mana shu atmosferadagi karbonat angidrid suv bug'larida karbonat angidridni va azot oksidlarini miqdorini oshirib yubordi. Shuning hisobidan atmosferada isish kuzatilyapti.
Ya'ni o'rtacha harorat yerdagi o'rtacha harorat ortib boryapti. Xo'p, davom etamiz. Endi atmosferadagi hayot haqida gaplashaylik. Biosfera tarkibiga kiradigan atmosferaning yuqori qatlamlari atmosferaning eng quyi qatlamlari biosferaga kiradi. Hayot litosfera va gidrosfera bilan bevosita bog'liq deyilyapti. Xo'sh, va e'tibor beraylik. Atmosferada ulkan daraxtlar bir necha 10 metr balandlikkacha ko'tarilishi mumkin. Atmosferada yirtqich qushlar 2-3 kilometr balandlikkacha ko'tarilishi mumkin. Bakteriya o'simlik zamburug'larning sporalari esa o'nlab kilometrgacha ko'tarilishi mumkin. Va e'tibor beradigan tomonimiz xuddi shu uchala xil obyektlar atmosferada vaqtincha bo'ladi xolos. Davom etamiz. Endi atmosfera qatlamlari haqida gaplashaylik. Atmosfera qatlamlari yer yuzidan yuqoriga qarab quyidagi ketma-ketlikda joylashishi mumkin. Troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera va egzosfera. Xo'p, troposfera yer yuzidan 8-10 kilometr qutblarda 8-10 kilometr balandlikgacha joylashishi mumkin. Ekvatorda esa 18-20 kilometrgacha joylashishi mumkin. Troposferadan keyin stratosfera keladi. U yer yuzidan 50-55 kilometr balandlikgacha bo'lgan qismda joylashishi mumkin. Mezosfera esa stratosferadan keyin kelib 80 kilometrgacha balandlikda joylashishi mumkin. Termosfera ikkinchi nomi ionosfera, e'tibor bering. Mezosferadan keyin 80 kilometrdan 800 kilometrgacha bo'lgan oraliqni o'z ichiga oladi. Demak, termosferaning qalinligi 720 kilometr bo'lishi mumkin ekan. Egzosfera termosferadan keyingi qatlam hisoblanadi. Eng tashqi qatlam aynan shu egzosfera qatlami hisoblanadi. O'quvchilar, hozir shu atmosfera qatlamlarini ketma-ketligini yodlab olishimiz kerak. Juda muhim. Ularning shu yer yuzidan qancha balandlikda joylashishini ham bilib olishimiz kerak. Va mana bu tasvir yodimizda qolsin. Ketma-ketlik yodimizda qolsin. Davom etamiz demak. Xo'sh. Endi troposfera qatlamiga o'tdik. Hayotning atmosferada tarqalish chegarasi atmosferaning quyi qatlami hisoblangan troposferada mavjud xolos. Ya'ni, nima demoqchiman? Atmosferani faqat troposfera qatlamidagina tirik organizmlar uchray oladi. Sababi faqat troposferagina ozon ekranidan pastda joylashgan. Troposferaning balandligi qutblarda 8-10 kilometr, ekvatorda esa 18-20 kilometr. Hozirgina aytdik bu narsani. Troposfera yer yuziga yaqin, yer havoni o'ziga og'irligi borligi uchun tortadi. Shuning uchun atmosferani 80% massasi aynan troposferada joylashgan. Suv bug'larning esa deyarli hammasi aynan shu troposfera qatlamida joylashadi. Troposferada havo harorati balandlikka ko'tarilgan sari har 100 metrda 0 gradusga pasayib boradi. E'tibor bering, nimaga shunaqa? Chunki havo bosimi, havo zichligi pasayapti-da. Va troposferaning eng yuqori qatlamida esa -45, -55 gradusga harorat yetib borishi mumkin. E'tibor bering, troposferaning eng yuqori qatlamida -45, -55 gradus sovuq bo'lyapti. Biz hali odam bo'lib bunaqa sovuq ko'rganimiz yo'q, misol uchun. Xo'p, troposferada tuman, yomg'ir, qor, chaqmoq, dovul kabi tabiat hodisalari yuz beradi. Tog'larda 6 kilometrdan balandlikda karbonat angidrid gazining konsentratsiyasi juda past bo'ladi. Suv yo'q bo'ladi, shuning uchun o'simliklar o'smaydi. Mana e'tibor bering, troposfera mana shu qatlamlarimiz troposfera bo'lyapti. Xo'p, undan keyin mana ozon ekrani joylashyapti. Ozon ekranidan keyin mana stratosfera joylashadi. Va kitobimizda berilmagan atamaga e'tibor bering. Tropopauza degan qatlam ham chizilyapti. Ya'ni tirik organizmlar yashay olmaydi. Mana shu tropopauzadan yuqorisida tirik organizmlar yashay olmaydi. Yodimizda qolsin shu narsa. Xo'p, davom etamiz. Stratosfera qatlamiga o'tdik endi. Stratosfera. Troposferadan yuqorida stratosfera qatlami joylashgan, u 50-55 kilometrda joylashishi mumkin. Stratosferaning quyi qatlamida ozon ekrani joylashadi. Mana ozon ekranini ko'rib turibsiz. Mana ozon ekrani. Ozon ekrani, e'tibor bering, ultraviolet nurlarni A turini o'tkaza oladi. B turini ost qismini o'tkazadi. S turini umuman o'tkazmaydi. Mana shu B va S turlari aynan 280 nanometrdan qisqa bo'lgan ultraviolet nurlari hisoblanadi. A turi esa 290 dan 380 nanometrgacha bo'lgan uzunligi hisoblanib, u yer yuziga tushadi. Xo'p, davom etamiz. Endi
Ozon molekulalari o'zi qanday hosil bo'ladi? Ozon molekulalari shu yer yuzida o'simliklardan hosil bo'lgan, fotosintez jarayonidan hosil bo'lgan kislorod atmosferaning yuqori qatlamiga ko'tarilganda, ya'ni troposferani o'zida ultrabinafsha nurlari ta'sirida ozon molekulalarini hosil qiladi. Chaqmoq ta'sirida ham kislorod ozonni hosil qilishi mumkin. Ozonni formulasi mana O3 bo'ladi. Xo'p, ozon qatlamlaridan yuqorida hayot mavjud bo'lishi mumkin emas. Buning sababi esa sizga ma'lum bo'ldi, ultrabinafsha nurlar. Xo'p, davom etamiz. Atmosferaning yuqori qatlamlari stratosfera, mezosfera dan keyingi qatlamimiz aynan shu mezosfera. 80 kilometr balandlikda joylashyapti. Mana mezosferani ko'rib turibsiz. Unda meteoritlar o'sha mezosferadan o'ta olmas ekan u yog'iga. Shuning uchun shunaqa belgi qo'yib ketyapti. Egzosfera 8 termosfera deylik. Termosfera ikkinchi nomi ionosfera 80 kilometrdan 8 kilometrgacha. Egzosfera 8 kilometrdan baland. Mana egzosfera. Egzo degani o'zi tashqi degani. Haligi shimol yog'dusi aurora deyilar ekan, e'tibor bering. Aynan shu termosfera qatlamida bo'lar ekan. Shaxsan men uchun ham bu narsa yangilik. Hop, davom etamiz. U yerlarda gazlar konsentratsiyasi past bo'ladi. Gaz konsentratsiyasi past bo'lsa, o'z-o'zidan harorat ham o'zgaruvchan bo'ladi. E'tibor bering, mezosferada -90 gradusgacha sovuq bo'lyapti. Termosferada esa 1000-2000 gradusgacha issiq bo'lyapti. Nomutanosiblikka e'tibor bering. Mana shu bir isib, bir sovib ketish ta'sirida nima yuz beradi? Atmosfera qatlamlaridan o'tayotgan meteorit, asteroid, toshlar, kosmik toshlar parchalanib ketadi. Bir issiq, bir sovuqqa uchragan jism yorilib ketadi, parchalanib ketadi, to'g'rimi? Xuddi shu qarang, Alloh taoloning mo'jizasi haqiqiy. -90, 1000-2000 gradus issiqlik bu bir isib, bir sovish har qanday jismni parchalab yuborishi mumkin. Davom etamiz, endi suv qobig'iga o'tdik. Suv qobig'ini gidrosfera qatlami deb ataymiz. Gidrosfera Yerda 70% suvdan iborat. Shu 70% suvning 96 yer sayyorasidagi barcha suvning deydi. Yer sayyorasidagi barcha suvning 96,4% dunyo okeaniga to'g'ri keladi. Uni ichi bo'lmaydi. U sho'r suv 3% dan ko'prog'i esa, ya'ni 3,6% yer osti, yer usti chuchuk suvlarga to'g'ri keladi. Va shu chuchuk suvlarning ham astiga olib 3dan 2 qismi Arktika va Antarktidadagi tog'liklar cho'qqilariga qorga, muzliklarga to'g'ri keladi va undan biz foydalana olmaymiz. Faqat 3dan 1 qismigina bizni daryolarimizda oqadigan suvga to'g'ri keladi. E'tibor bering, bulutdan yomg'ir yog'yapti, qor eriyapti, daryo hosil bo'lyapti, daryo keyin dengizga borib qo'shilyapti. Mana shu joyda Liman deymiz, esimizda qolsin. Undan tashqari mana suv quyosh ta'sirida bug'lanyapti, yana bulut hosil bo'lyapti, jarayon qayta sodir bo'lishi yuz beryapti. Va yer osti qatlamlaridagi suvlar ham hisobga olinishi kerak. Yer osti qatlamlaridagi suvlarga ham e'tibor berib qo'yaylik. Xo'p, davom etamiz. Gidrosferada hayotning tarqalishi haqida gaplashamiz endi. Gidrosferaning hamma qatlamlarida tirik organizmlar yashaydi. Faqat Vernadskiy gidrosferaning hamma qismidan ham oshirib olgan chiziq o'tkazishda. Ya'ni biosferaning chegaralari, ya'ni tirik organizmlarda yashash joyi hisoblangan biosferani chegarasi okean tubidan ham chuqurroq, pastroq qismdan o'tkazilgan. Nimaga? Chunki okean tubi ham tirik organizmlar faoliyati natijasi hisoblanadi. Mana e'tibor bering, okeanni tubida mana dinozavrni qoldig'i, suyak qoldig'i turibdi. Boya biosferani Bernadskiy tirik organizm yashaydigan, tirik organizmni qoldig'i bor, tirik organizm izi qolgan joy degani-ku. Mana tirik organizmni izi bor. Shuning uchun mana gidrosferaga qo'shib, uning quyi qatlamini ham, gidrosferani eng chuqur qatlamini osti, ya'ni biosferani tubini ostini ham biz biosferaga olishimiz kerak. Esimizda qolsin shu narsa. Xo'p, gidrosfera qatlamida, ya'ni suvda plankton, bentoz, nektonlar uchrashi mumkin. 10 kilometr chuqurlikgacha tarqala oladi. Dunyo okeanining eng chuqur joyi bu Tinch okeanidagi Mariana botog'i hisoblanadi. 11 kilometr chuqurlikda joylashgan. 11 kilometr bilan ham hazillashib bo'lmaydi. Shu suv yuqori qatlamidan to suvning eng tubigacha bo'lgan qismni o'lchasa 11 kilometr chiqishi mumkin ekan. Tasavvur qiling. Davom etamiz. Endi gidrosferada o'simlik hayvonot dunyosi haqida gaplashaylik. Gidrosferada o'simliklar 300 metrdan chuqurda yashay olmaydi. Nimaga? Chunki 300 metrdan chuqurda yorug'lik nurga yetib bormaydi. 300 metr chuqurlikda qizil suvotlar uchrashi mumkin. 300 metrdan sal balandroqda qo'ng'ir suvot va suv hosasining yuzda qismida esa
yashil soatlar uchrashi mumkin deb aytgandik eslasak. Xo'p, demak, suvning shaffofligi yuqori bo'lmaganligi sababli 300 metrdan tirik organizm 300 metrdan chuqurroqda tirik organizm yashay olmayapti ekan. Gidrosfera shunaqa muhim qatlam hisoblanadi. Litosferaga o'tamiz endi. Litosfera bu Yerning qattiq qobig'i. E'tibor bering, litosferani 3 ta qatlamga ajratyapmiz. Tirik organizm uchrashi mumkin bo'lgan 3 ta qism. Tirik organizmlarning juda ko'pchiligi necha 10 santimetr tuproq qatlamida tarqaladi. Mana bu yerga e'tibor bersak ko'rishimiz mumkin. Va bir necha 10 metr chuqurlikkacha esa ayrim organizmlar kirib bora oladi. Bular kirot, chuvalchang, bakteriyalar, o'simliklarning ildizlari. Litosferaning rekordchilari. Litosferada chuqurlik bo'yicha joylashish bo'yicha rekordchilar. Bular yer osti suvlari va neft quduqlaridan topilgan bakteriyalar hisoblanadi. Ular 3-4 kilometr chuqurlikda ham yashay olishi mumkin ekan. Mana e'tibor bering, yerda bir qismini shundoqqina ko'chirib olib ko'ryapsiz. Yerning o'rta qismida yadro joylashadi. Mana yadroni qizartirib ko'rsatyapman, sariq rang bilan berilgan. Undan keyin 3 ta qatlam joylashyapti yana. Va yuqori qismidagina tirik organizm yashay oladi. Davom etamiz. Endi litosferada hayotni cheklovchi omillarga to'xtalaylik. Litosferada hayot chuqurlik ortgani sari kamayib boradi. Nimaga? Chunki yerning o'rtasida yadro joylashgan dedik. Mana o'sha yadro hozirgina aytdik va bu yadro juda qaynoq, xuddi quyosh singari issiq bo'ladi. Shu sababli yerda chuqurlikka kirib borganimiz sari harorat ortib boraveradi. Har 100 metrda +3 gradusga ortadi. Va 3 kilometrga yetib borganimizda harorat 100 gradusga yetadi. 100 gradusga yetganda suv bug'lanib ketadi, suv umuman uchramaydi. Shuning uchun 3 kilometrdan chuqurda hech qanaqa tirik organizm yashay olmaydi. Litosferaning yuqori qatlamlarida tuproq hosil bo'ladi va bu tuproq organizmlarning yashash muhiti hisoblanadi. Edafotop deb nomlanadi eslasak. Demak, shu bilan darsimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.